burunning burunusida bir buvay o'tgan ekan. U qerib ojizlab o'rin tutib yetib qapti. Uning mumiyi o'lib ketgan bo'lib, 3 o'g'li bilan qolgan ekan. Shuncha yillardan beri yetimlikni bo'lindirmay, jafoliq ishlab ballarni beqib kelgan bu jafokash buvay, o'zidan keyin qolsa, o'g'illarning o'rinliq qilib o'z kunini ololmay qolishidan ansirab, ballarga mundaq bir vasiyatni qoldiribdi. Ballarim, gapimga quloq solinglar. Ko'rib turibsizlar, biz boy oila emas. Orallar 2 chorak yerimiz bor. Biz avloddan avlod mushu yerga tayinib hayot kechirib keldik. Bu yerga ota-bobolaringlarning nihoyat ko'p mehnat tari to'kilgan. Bu anglardan anglashimcha, bu yerning ostida tugamas oltin bor ekan. Ayni chog'da kunlarimiz bek boyashat bo'lmasa-mu, har holda qo'sig'imiz, to'q kiyimimiz butun bo'lib, bu oltinga ehtiyojim tushmagachga, men bu oltinlarni izlamagan edim. Bu oltinning aniq o'rnini men bilmayman. Faqat bu oltinlarning shu yerimizning 2 ketman cho'nqurliqdagi yer ostiga ko'milganligini ma'lum. Men o'lgandan keyin agar beshinglar kunchisa, shu oltinni izlab topib olasizlar. Hargiz qiynalmay kun ko'rsizlar. Mendan sizlarga qoladigan hech qanday miros yo'q. Shunga itizdagi shu oltinlarni topib olinglar. Mushu vasiyatdan keyin buvay bir necha kunga qolmayli vafot bo'pti. 3 o'g'il dadasini yerligida qo'yib, nazir chiroq ishlarini tugatibdi. Aksi 2 inisini yig'ib mundaq debdi. Inilrim, dadamizdanmi ayrildik, yig'ladik, qaqshidik. Ammo o'lgan bilan billa ketkili bo'lmaydi ekan. Hammamizning uy voqisi, xotin bolalarimiz bor. Bu turmushningmi o'ziga tushlik g'amlari bor. Şuna atamның vasiyeti bo'yicha bu yerni ko'lab oltinni topayli. Qanchalik chiqsa, shunchalik bo'lishayli. Shunday qilib bular ketmanlarni ko'tarishib chiqib, 2 chorak yerning hamma yerini ko'lashga boshlabdi. Bir necha kungacha yerni ko'lab tilg'ib yetibdi. Lekin oltin topilmabdi. Yana bir necha kun ko'labdi. Oltin turmaq bir poch toshmi chiqmabdi. O'g'illarning ko'ngli lassida bo'lib qopti. Oltinni topolmaganligidan tit-tit bo'lishibdi. Voy, ko'laymiz. Lekin bu yerdan tugamas oltin kan emas, balki biror poch tosh chiqadigan emas-ku. Shuni deyman. Necha kundan beri chekkan jafolarimiz bu bekor bo'ldi. Lekin oltin chiqsin, chiqmasin, ishqilib bu yerni og'dirib, obdalla ayvashga keltirib qo'ydik. Şoň bu yerga buğday terayli. Ukam, uruqni ko'proq chashqa. Bo'ladi. Bahar kepti. Bular yani oltin topimiz deb to'la og'dirib, nayt yumshatayotganlikdan maysilar ajoyib bo'liq unib chiqibdi. Buğday ajoyib o'xshab ketibdi. G'erish bosh ilib, dan chanoqlarga patmay ketibdi. Oltin chash itizga patmay, xomonni aran ip bo'pti. Voy, ajab o'xshabda bu buğday. Bunchalik yerdan shuncha olam molosil oldiganimizni o'ylab boqmabdikanman. Inilrim, buncha ko'p buğdaylarni bo'lishib yapmi tugatanmaymiz. Shunga bu yil yeydiganni ep qo'yib, qog'inni bozorga olib borib setib yetaylik. Ular buğdayni bozorga olib borib satqil turgan ekan, setib bo'lolmayli qapti.
buğdayning puliga nurg'un oltin opdi. O'g'illarning yanchug'i oltinga liq to'shibdi. O'zlari yeydiganga qoldirib qo'ygan buğdayni harviga besib, xushal holda uylariga qaytibdi. Yo'lda ketib etib, aksi inilariga mundaq debdi. Biz tozima ahmoqkanmiz. Tugumas oltinni topimiz deb necha kunlab etizgolab yuribdik. Oltin degan mana tepildi emasmi? Dadimizning nim demoqchi bo'lganligini o'z vaqtida tushunmabdik. Yegi ko'mib qo'ygan tayyor oltin yo'qkan, sap tar oqizib, emgak qilsanglar, mush yerdan tugumas oltin chiqdi degani kerak emasmi? Üç o'g'il har qanday ishqa jafoliq emgak, shundaqla halol tarsingandila ondan tugumas boyliqqa ega bo'lganligini bilib yetibdi. Va el ichiga mundaq bir hikmatli so'zni keng tarqitib